Ko'pchilik yaxshimisilar? Oldingi qismda biz purchoq sut yasash usulini tanishtirgan, hamda shuning davomi shu purchoq sutida purchoq qatiq yasash usulini tanishtiramiz. Hamda buni purchoq qatiq qilish uchun mushu holatda sovutimiz. Sal sovutgandan keyin anandan keyin ayrim qachiqqa to'kib, dumlab uyutimiz. Purchoq qatiq uyutish uchun mushuni ishlatamiz. Bu niçin deymiz? Fitotansiyon. Yani şu glikoza birikmesi. Bunu bir xaltası 3 gram. Bu qachiq tüküp limon suda eritib olamiz. Bunu to'liq eritamiz. Bunun rolü purchoq qatiqini qatitishga rol bo'ldi. Odatda duflan yasash ishlasi bo'ldi. Mana bu to'liq erigandan keyin bunu qo'yib olamiz. Buni. Purchoq suti sovib 85 gradus atrofiga kelgan vaqtida qo'ysak, buning uyishi intan yaxshi bo'ldi. 85 gradus kelganini qanday qilamiz desak, purchoq sutining ustiga qaymoqdek, sutni qaynatsak ustiga qaymoq o'rlagandek bir qavat pardasi bo'lib chiqadi. Shu pardani suzayotgandan keyin, anandan keyin buni qo'yib 15 minut atrofida tindirsak uyib chiqadi. Mana ko'pchilikka buning ustida bir qavat pardasi bo'lib, pardasi chiqdi. Shu sutning qaymog'i chiqqandek mustaq chiqdi. Buni tashib etmaymiz, bu intay quvvatlik. Odatda fuju birimlarni shundan chiqirdi. Hamda buni glikoza birikmasini to'kkan, shu qachiq to'kib, ayli qanday qachiq bo'lsa, to'kib, og'zida etib 15 minut atrofida tindirsak, bu qetib chiqadi. Purchoq qatiqining lo'zisiga ketadigan materiallar shango, yo'l shango, mo'rdan 2 tal, ochkuka, ushshaq so'mpiyoz, bir tal tuxum. Aldi bilan biz bu shangoni inchga to'g'rilab, ushshaqdab to'g'raymiz. Biz bu mo'rni inchga sirqib to'g'rab olamiz. So'ng piyozni ushshaq qilib to'g'rab olamiz. Ochkukani ushshaq to'g'rab olamiz. Hamda buningki lo'zisini tangishib olamiz. Qozon suv quyib, buning ozroq puroqliq yupurmoq, shakalbediyan, so'go, xo'jaolinsab, buni ozroq ta'mi chiqib, sal suvi sog'irgan vaqtida bu sog'gan narsalarni suzayotimiz. Hamda buningki ta'mini tetib olamiz. Tuz, ozroq shakar, oqmosh, vijin, sinchu, dungujanyo, to'g'rab olgan shango, mo'r, shularni sep, bularni qaynatib pishgandan keyin ustiga kraxmal beramiz. Kraxmal berib buni qo'yildiramiz. Buni qo'yildirib bo'lgandan keyin o'tda kichik olatga kelib, bu tuxumni qo'yib beramiz ustiga. Tuxumni qo'yib bo'lib, gunji teg'idan shangyo temitib o'tamiz ustiga. Mush holatda buni ayrim qachiqqa to'kib olamiz. Ko'pchilik mana bu hozir 15 minutdan oshdi, dumlab qo'yildi, hozir uyib bo'ldi. Buni og'zida ichib, qachiqqa usib bersak bo'ldi. Usib vaqtida misol nippiz bir qavatdan usib chiqaramiz buni. Bunu usulab ustiga abaya suvagal donu qo'yib beramiz. Ochko'k bilan so'ng piyozni sepib beramiz. Achchiq yeyishni xohlaydiganlar ustiga laziga qo'yib bersak bo'ldi. Shuning bilan bu bugungi purchoq qatiqi yasash usuli misal oxirlashdi. Bugun oldik bu ko'pchilik, bugun olgan bo'lsanglar yurak berib saqlab
Yaqinlaringlarga avatib biringlar, ularni paydalanib qolsin. Xeyir xo'sh, keyingi son ko'rishaylik.